Ha, nima qilyapsan? Orqasida oyna yo'q-ku buni. Mana oynachosi bor-u, mazza qilib shu qo'yman deyapti. Yo, bu oyna emas. Menimcha buni ko'pchilik bilmasa kerak, chunki bu dachklidir. Aynan bu orqali siz har xil narsalarni 3D darajada skaner qilsangiz bo'ladi. Sen ham shunaqa skaner qilishga ishlatsang bo'lmaydimi oyna qilmasdan? Rostdan. Как раз bu narsa menga kerak edi. Qanaqa qilib qilishni o'rgating, iltimos. Eshit. Mana qara, App Store'dan shu ilovani ko'chirib, kerakli joyga skaner qilasan. Ikkinchisi ruletka ilovasida razmerlarni o'lchashga yordam beradi. Tik buni yordamida qop-qorong'u xonalarda spishkasiz rasmga olishga yordam beradi. Tushundingmi? Ha, rahmat Nodir aka. Shuncha narsalarni qayerdan bilasiz? Necha marta aytganman o'zanga, iSellga obuna bo'lish kerak deb, chunki iSellda undan ham foydali ma'lumotlarni qo'lga kiritasiz.